Assalomu alaykum, hurmatli Farg'ona, Toshloq, Marg'ilonliklar. Biz hozir kechki bozorga kelganmiz. Bu joyda kaptarlarni bozori ekan. Bitta $4000 kaptar sotilib o'tgan hafta. Aka, kaptarlarimiz nechta puldan ekan? Holatiga qarab turib qilib berilaveradi. 100 mingdan 150 minggacha qilib beriladi. Charchamayapsizmi? To'g'ri yaxshimi? Olasizlar, alaykum assalom. O'tgan haftada $4,500 kaptar sotilibdi. Eshitishim bo'yicha u egasi uchib ketmasin deb mahkam shu olgan ekan. Ular $4,500 kaptar uchib ketib qolsa qo'rqasizda. Qaranglar, bu yerda juda ham odam ko'p ekan. Kaptarlar turi bor ekan mana. Anjanskiy kaptarlar bormi aka? Bor. Qaysi bir Anjanskiy? Mana Anjanskiy. Nechta bir Anjanskiy? 100 ming deyapti. 100 ming so'm qilib beraverasiz, charchamayapsizmi? To'g'ri yaxshimi? Faqat kaptarmi bu yerda? Kaptar. Kaptar. Kechki bozor bu yerda endi ochilibdi. Oldin kunduzi bo'lamidi? Kech payt boshlandi. Kech payt boshlandi. Endi pastda endi kech payt bo'ladi. Kelaverasizlar. Endi ertaman sahar turib uyqudan qolib turish shart va 9:30 10 gacha uxlaysiz, choyni bitta ichib turib, diyetga kelib ovqatlanib, kashani yeb turib, kelaverasiz. Shuni ro'parasida ekan. Pelikanmi bu nima deydi? Mashina bozor, ana Pelikan deb mashina bozor borki, shuni oldida. Odamlar qarang, vashshi ko'p odamlar. Xullas, kaptarga o'zim tushunmayman. Yoshligimda kaptar boqardim. TVga qarab shunday olib bo'ynim og'rib qolgandan keyin boqmay qo'yganman. Xullas, kelaverasizlar, kaptar ishqibozlarga bu video jo'natib qo'yinglar. Bitta ko'rsatib yuboring atrofda aylantirib.